Assalomu alaykum Jahon choyxonasining kuzatuvchilari. Mana bugun Jahon choyxonasiga 81-yil akalarimiz kelgan. Akalarimiz bu aylanishga chiqqan ekan. Ziyoratga. Havas qildim. Xudo xolasa bizni bolalar ham shular yig'ilib qoladi. Ayollarni ham ko'rdik. Bir xil bo'lib, opa singilday bo'lib, bir xil bo'lib, mehr oqibatlari ko'z tegmasin. Zo'r. Havas qildim. Xudo xolasa kelaverasa, Jahon choyxonasi har doim xizmatda. Mana shu Ahmad ukamiz Jahon choyxonasini postoyanni biz xaridorimiz. Mana shu hamisha mijozimiz. Hamisha chiqib bir haftada 7 kun bo'lsa biz 8 kun ham kelganmiz shu yerga. Shunday. Taomlar yoqadi, kelamiz, o'tiramiz, mazza qilib o'tirib yeb ketamiz. Xizmatlari ham, ovqatlari ham juda mazali, yaxshi keldingizlar. Ukamga rahmat. Ziyoratdan kelayotgandik. 20 ta sinfdoshlar kelib o'tiribmiz. Hammalaringizni kelishlaringizni so'raymiz. Rahmat hammalaringizga. Kelaysizlar, somsa, osh, shashlik, hamma taomlari endi gapirsa gapiradigan darajada. Rahmat. O'zimiz shu mahalladamiz, qo'shnimiz bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Sinfdoshlar hammaga rahmat. Assobi zo'r qatnashlaring. Amajon senga ham rahmat. Sog'lik bo'lsin. Xudo xolasa. Mana shu senga bir og'iz telefon qildik. Men sinfdoshlar uchun assobi bitta joy qilib, davra qilib berding. Addendi banket. Qayerdan kelishdan qat'iyan zominmi, zardormi, buyog'i Samarqandmi, Toshkentmi kelishi addendi banket qilib berasan. Hamisha men bilaman. Mana dasturxonni ko'rib o'tiribman, zo'r. Xizmati ham zo'r, hammasi zo'r. Молодец. Mana jo'ralar ham, boshqa ham hammasi seni taklif qildi. Ayol kishilar ham bo'lsa, o'tirib ketgan ekan, mana shu yerda Jahonda o'tiramiz dedi. Gap yo'q. Bundan buyog'iga ham Jahonda o'tiramiz. Xudo xolasa. Hamisha ishingga omad, olg'a bosaver. Hamisha sog'lik bo'lsin. Молодец. Rahmat. Zo'r. Jahon choyxonasi zo'r. Молодец. Kelaverasizlar, Xudo xolasa.